Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana yana bir mijozimizga teraklarini olib kelib berdik. Yog'ochlarning imoratlariga. O'tkazmasdan oxirigacha ko'rsatlaring. Narxlari bilan tanishtirib o'taman. Mana shu ikki olib keldik. To'sinlarni ko'rsataman hozir. 4 metrlik to'sinlarimizni 110 ming so'mdan qilib berdik mijozimizga. Yo'l kirasi ichida mana shuni olib kelib berdik. Mana shu imoratlarga. Aka ismingiz nima? Azbek. Azbek aka, teraklarimiz qanday ekan narxlari? Teraklarga gap yo'q, zo'r. Narxlari ham juda chiroyli. Rahmat, baraka topinglar. Ma'qul keldimi aka? Aka, yaxshi kunlarga ishlating. Qolgan imoratlaringizga ham Xudo xolasa qo'ldan kelgancha yordam qilib beramiz materiallarni. Zo'r. Hamma materiallarimiz bor. Mana shu holatda quruq. Ko'rganingiz uchun rahmat. Aloqaga chiqaverasizlar. Olib sotaman deganlarga ham teraklarimiz bor. Yetarlicha. Tadbirkorlik qilaman degan, biznesmen qilaman degan akalarga ham yog'ochlarimizdan hamma turidan bor. Beraveramiz. Like bosib qo'yasizlar, obuna bo'lib qo'yasizlar, ko'proq insonlarga yetib borish uchun.